Bu tosh obida ko'rikning eng oxirida, ha? Buningda bu yerga kelganlarning hammasining xislatli xanjar mazhabiga qatnash salohiyati bor deb yozilgan ekan. O'ng tarafdagi yo'l bilan mansaq mashq oxirlashadi ekan. Boshqa mazhabdagi shogird salohiyatida ko'ramiz. Lekin agar sol tarafdagi yo'lni tanlasak, hayotimizga xavf yetadigan bu mazhabning shogird sifatida mashq qilish yo'lini tanlagan bo'lamiz. Yana tanlash ketamda? Peqir qandaqmi bu yerga kelganda qochqin askar bo'lay? Bekzoda, rosti bir ish chiqmasmi? Biz ezib qoldiqmi qandoq? Undaq bo'lmaydi. Biz faqat bir yo'lni besib mengayotgan tursak. Xotirjam bo'linglar. Mali bo'ladi ekanman. Hamma yo'l ochiq bo'ladi. Asta. Qaranglar. Mana biz yetmoqchi bo'lgan nishon oldimizda turmamdi. Ishga yetmayotadi-ku. Qaraganda yangi bir vazifa kirib qolgan o'xshaymiz. Xatarlikmidi? Shundoq bo'lishi mumkin. Bir xil g'alati tuyulyotdi. Mana men keldim. Pistirma boda qiladi-ku. Bu pistirma acaba asli oldidagi vazifadagi kelib kelgan suvni mushak ishlatadi ekanmiz-da. Darhaq. Yaraysiz bunda qisqa ishga o'tganni birlashtirgili bo'ladi ekan. Ha, bu yoqdimi bokan? Ha, bundaq bo'lganda suvni ishlatadigan yer chiqdigan bo'ldi. Bizning shuncha uzun yudiginimiz bekor ketmaydigan bo'libdi. Tavyan kendiga kelganlarni qarshilamiz. Yigit sizning bilan kelishgan. Bu yerga gul o'zgil keldinglarmi, ko'kat o'g'irlig'imi? Oy, sizni degansiz. Bizni uyga kirib o'tirib chiqmabsiz. O'xshaydi-chi. Boshqa sizlarni kutish uchun munosib tayyorlab qo'ydi. Nima degan mol? Oldingi mehmonxonadami bekashama tikkan? Bundaq desang, xo'jayinning ochilib kelib qolmasin yana. Qaranglar, musobaqaga qatnashgan boshqalarni orqa-orqadan kelishga boshladi. Lekin ularning yigini faqat go'sht taom bilan suvla. Bumidi quzug'im bekishib ketdi. Totinmidim amisa. Qo'ydidor, bu yoqqa chiq. O sahroliklarning tamog'i nimishqa shuncha hashamatlik? Nimishqa? Albatta, nomerga asosanda. Hey, To'mpay, yeydigan narsalarning hammani menga ber. Shani Yusunov degan kim u? Bekzoda, Sizga ilmig'ida ko'rmadik. Akang Yo'joshi oilasining 14-avlod davrasi oldingmi? Yaxshimisan, navram? Voy, birodar, o'zingizni besib oling. Bu hashamatli tamoqlar vazifani bitirganlarning erishadigan haqqi. Nurg'un soni bu kentga yo'tkab ep kelganlar faqat ular. Bizmi ep keldik, lekin ozli ep keldik. Sizlar bo'lsanglar bir temimmi suv ep kelamidinglar? Mana bu ishning natijasi. lekin ularning tomog'i nima degan usul? Bu ular erishishga tegishli narsalar. Hey, siz va'nglo bo'lasizmi deyman. Men bu musobaqa qatnashadiganlarning hammasini bilaman. Faqat sizlar ularning sirtida. O'zingizning oila nasabingizni deb bersangiz bo'ladimi? Oila nasabimni so'rab nima qilading? Meni sen bilan tuqqan bo'lsin demsan, gapga kelsak. Sen o'zing kim? Kechiring, o'zimni tanishtirishni unutib qoptiman. Men Ming sulolasining shahzodasi Juchin bo'laman. Satoldi. Ming sulolasi shahzoda. Kichik birodar, hayron qolma. Mening oldimdagi bu Yuntay xonadonligining ikkinchi shahzodasi Xayyunfan bilan selishtirganda, undoq emas-ku. mendek nasabdagilarning tilga og'uchiligi yo'q.
Lekin bu 3 begzodi bo'lsa, Shi begzodi, Yun begzodi, Li begzodi. Ularning hammasi avliyolik yo'lini tutgan danglik shaxslarning begzodlari. Podshoh jamiyatidagilarmi ularga salom qiladi. Sen ularni danglik shaxs deb otamsan? Meningcha ular intayin namrat, uyda jon boqamay, uydan amalsiz qochib chiqib ketgan shumtaklarga o'xshaydi ekan. Bu sahroliq to'mpay. Menga adabsizlik qilish petandami tegi? Odam o'ldi. Boshqa ma'lum bo'lg'ay. Birsi ish chiqarmoqchi. Haliga baxmay, texmen bilan elishmoqchi ekan. Boy kelib qutqizgan qora kiyimlik odam. Ajaba Vang birodar burilib bilib bo'lganmidingiz? Bilmaydim. Meni kanatga olib kirgan taxtaravonni ko'targan odam bu yerda urush talash yo'q. Agar xatarga yo'liqib qolsangiz, birla vaqirsangiz bo'ladi degan edi. Yana mishkirlab o'ylagan chaqda bu yer avliyolik ko'tarilish yig'indagi eng bexatar rayon ekan. Bexatar rayon? Xislatli Shamshar mazhabi izchil ish qilsa bilindirmaydigan qo degan nom bilan dong chiqargan. Shinji mazhabidagilarga o'xshash sirtqi bilindirib, boshqalarga o'zining donliq mazhab ekanligini bildirib yurmaydi. Bu kentning avliyolik ko'tarilish yig'ini bilan qanday munosabati borligini belgilab bo'lmaydi. Ham yana haqiqiy mashqning qachon boshlanadiganligini belgilab bo'lmaydi. Bu boshlanib bo'lganga hisob emasmi? Ha? Haqiqatan Begzodining o'ylig'ini dekkan. Bu kentning to'rt atrofi tog' bilan qo'rshalgan bo'lib, tog'ning sirti o'rmonliq. Qaysi tarafga mengishni faqatli bilgil bo'lmaydi ekan. Yana kelib kentdagi kishilarning avliyolik ko'tarilish yig'inidan xabari yo'qdek qiladi. So'rasam biror gap olaydigandek emas. Yana qanday xabarlar bor? Ha? Sizlarning Begzodi seni bu yerga chorlashga qaytganmi? Bir animini bayqadingmi? Men anglab boqay. Men Wang Zhongni bu kentning umumiy ahvolini o'qib kelishga buyurdim. Agar o'ylig'inimdek chiqib qolsa, bu kentdan chiqish bir qitimliq vazifaning asosiy maqsadi. Mushu tariqa bo'yicha maqsad cho'qim ipuch topa olamiz. O, por kötek. Men bilan birlashmoqchimi tegi? Uxlamay tush ko'ribsan. Sen qanchalik bitding? Kallang ishlaydi ekan, ha? Yo'q, guruh tashkiliga bo'lsa bu qitimliq vazifadan o'tish nisbatimiz yuqori bo'larmikin degandim. Meni ahmoq ko'ryotamsan, sen nima deb yordam qilmoqdakman? Qarq emas, naqib. Ish pishig'imizni chiqarsa qandaq? Birisi yana ish chiqarmoqchi. Ishkillarning meni qutqizib qolganliklariga ko'p rahmat Begzodilar. Men Songlan davlatidagi davlat odisining o'g'li. Ismim Vunbao. Bu o'tkaldan qandoq o'taman deb qattiq g'amda qolgan edim. Bu porko'tak texshalanmabdi-da. Vang birodar bilmaydi ekansizda. Avliyolik tanlashni hech kim bilmaydi. Ba'zi kalampay odamlarning intan yaxshi bo'lgan avliyolik yo'lini tutishga sharoiti bo'ladi. Mushundaq bo'lganda qiziqarli bo'ladi. Ishki birodar, men o'zimning kalampayligimni bilaman. Ham bu musobaqadan o'tishga ishonchim yo'q. Boshqalar bilan birlashay desam, ularning chetga qiqishib ushirdim. Lekin men japoqchidayman. Buyruqqa bo'ysunaman. Sizlarning birodaringlar bo'laychi bulamdi. Barhaq. Avliyolik yo'lini tutishda taqdiriga qarash demagan edik. Bakli afsus, bizning oramizdagi qismatga yetib kelgani yo'q. Sen o'zing g'ayrat qilgin. Menga ilish o'xay. Yana bo'lmadi. Qo'sug'im ajab o'shdi. Avval bir narsa tepib yey. Menimcha bu Vunbao hech nimasi yo'qdek ko'rinmaydi. Sening deganing to'g'ri Shavxay. O porko'takning qalisi intayin oddiy. Bu qitimliq vazifani yechib o'tamdi texi. Vunbaoning avliyolik yo'lini tutishga sharoiti bo'lgan ekan, uni nimishqa qabul qilmaysiz? Vaqti kelganda u o'zi bizni izlaydi. Birodar, meni chaqiryapsiz? Begzoda, kanatchilar bilan ko'proq paranglashib, munosabatni yaxshilab, ular bilan do'stlik qila olsak, kanatdan chiqishdagi muhim omilga erishishimiz mumkin degan. Munosabatni yaxshilsa, bu kentdan chiqib ketgili bo'ladiganligini sizlarning boyvachcha qanday bilibdi? Qanday bilibdi? Ba'zida Begzodaning xiyoli odatdan halqib ketsa-mu, lekin xatolashmaydi. Meningcha Begzodining avliyolik yo'lini tutish sharoiti bor. Lekin men sizning avliyolik yo'lini tutish sharoitini bordek his qildim. Ha? Bu gapni sizlarning Begzod tilga boqmaganda? Oltin ko'rikka qadam bosgandilar, avliyolik yo'lini tutishni o'tinganlik bo'ladi. Mushu o'tganlik kirganlikning o'zi ko'pchilikning fursati barobar ekanligini bildirdi. Bu kentdagi vazifa, agar sen o'zing o'ngishib qilib bora olsang, uning oqibati qanday bo'ladi? Ajaba sen bir umr molay bo'lib o'tmoqchimi? Wang Zhong! Hey Wang Zhong! Nimaga ketib qolding, ha? Men seni kanatchilar bilan paranglash degandim-ku. Ozroq bo'lsam tushunchaga ega bo'lgansan. Shundoq. Ondaqda biz bilgan uchurlarimizni birga deb yig'inchoqlab boqaylik. Birinchi,
Bu kentdagilar tang ishlatmaydi ekan. Agar biror narsa olmoqchi bo'lsa, shu odamga ishlash orqali oladi ekan. Ikkinchi, kentdagilar ularga foydali bo'lgan ishlarga ko'ngil biladi ekan. Avliyolik ko'tarilish yig'in to'g'risida gap qilmagan odamlar hargiz sizlarning kentdan chiqishinglarga yordam qilmaydi. Uchinchi, agar kentdan chiqishning uchurini olmoqchi bo'lsanglar, cho'qim kentdagilar bilan aldirmay asta-asta munosabatni yaxshilashinglar kerak. Sizlar endi qanday qilish kerakligini obdan bilib olgansizlar, ha? Bekzoda, siz begomonkansiz. Lekin qaysi tarafdan qo'zilish kerak? Darhaq, kentdagilarning nimaga muhtoj ekanligini bilishmi oson emas. Mushundaq bo'lganligi uchun tajribaga yetarli buyumlarni cho'qim bo'lishi kerak. Eng yaxshi tajriba materiali bo'lsa, fan bor. Uning o'xshash oson ish beradigan odamlar asala odamga xushalik ato qiladi. Ha. Vaqlobigim! Bu qitim menga cho'qib yordam qilsangiz bo'lmadi. Deganda nima daq baqiraysa, seni o'yiningdagilar atom bombasi yasab chiqdimi? Yilqi kedislardan ayrilgandan keyin men pechin piradik sotadigan Leonni uchrab qoldim. U meni baldir o'lib ketgan navramga o'xshaydi ekansiz deb menga nurg'ilgan pechin piradiklarni berdi. Teqa uyida qondirdi. Menga shunchalik yaxshi muomala qildi. Men teqa omitim kelgan o'xshaydi debdiman. Bugun aytgan tursam nimish bo'lganini bilmayli qoldim. Kent boshlig'ining ayol bilan Leonni gap talashib qopdi. Kent boshlig'ining ayoli Leonniga gapni tankilamay ochig'ini mendan chiqarib meni bu kentdan qo'g'lab chiqarmoqchi bo'lyapti. Yaxshi qilsan mana. Qanday qilay deysiz? Leonna bazmida kent boshlig'i qosh ko'zni o'yintib yurgan ayol shu. Uni ko'rgan kent boshlig'ining ayoli unga qarab turami? Shunga bu ikkisi kent boshlig'i atrofidagi eng muhim shaxslar. Agar ularning yaxshi muomalasiga erishalsak, eng yaxshi bo'lgan vazifa o'rinda sharbiga gap yo'q, erishalaymiz. Men allaburun kent boshlig'ining ayoliga sal ko'nib bo'ldim. O'rningdan torpor ko'tak bal qo'yatma. Undaqda bizning hozir hal qildig'imiz bo'lsa, kent boshlig'ining ayoli bilan Leonna o'tirsidagi ziddiyatni hal qilishganda. Agar siz aytgandek bu intayin yaxshi bir vazifa bo'lsa, undaqda Udulla bu ishning boshlovchisi bo'lgan kent boshlig'ini izlab olsak bo'ladi ekan-ku. Avar qildigan bo'ldim. Ma'qul yog'liqni kent boshlig'iga berib qo'ysangiz. Bu kent boshlig'i ko'silib biladi. Avar qildim yetkazib qo'ygan bo'lsangiz, mening kent boshlig'i deydigan gapim bor edi. Ma'qul bildim. O qol yog'liq bo'lsa, Leonnaning yenidan ayirmaydigan narsa. Men uni qasdan Vimboga o'g'irlatqizib chiqdim. Agar Leonna bilan kent boshlig'ining boshqacha munosabati bo'lsa, mening nima ish bilan kelganligimni biladi. Ham men bilan ko'rishga ma'qul bo'ladi. Sirtki yigit, xonamga kirib paranglashayli. Xayun san kent boshlig'ining uyiga kirib ketdi. Bir narsani payqab qolmagan-ku. Yaqindan beri heliqi Venbao bekli o'zgarib ketibdi. Xayunfa bilan Venbao ikkisining harakati mashq qiluvchilarning diqqatini tortdi. Buni ko'rgan boshqalarmi emgak qilgandan oldin o'zining kerakli narsalarni setib ololmaydiganligini bilib yetdi. Yana ba'zilar yepich egilash uchun kent aholilariga yaxshi ko'rinishning muhimligini bilib oldi. Lekin bir ishni bilgan bilan qanday qilganda kent aholisiga texnik foydali ishni qilib vazifani o'rindashni bo'lsa, bilmayapti. Bu masala yo'g'on Quram tashqa o'xshash ularga besim bo'ldi. Mazhab beshi og'imiz 12 yil burunla avliyalik ko'tarilish yig'inining kunini bekitib bo'lgan. Butun osmon zimindagi barliq mashhur palvonlar yig'iladi. Ko'plari danglik mazhabdagilarning varislari. Lekin bu Wangloning uydagilarning hech qaysi avliyalik yo'lini tanlagan emas ekan. Qaysi qismat bilan qatnashib qolgandi? Bu kishi rostli yezlik boy oilada tug'ilgan, lekin Leon uningdan xabar oladi. Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, avliyalik ko'tarilish yig'iniga yana bir necha kun bor. Biz oldirmay ularning o'yinini ko'raylik. Haras, sen Jo'ming og'ani chaqirib kel. Men uningdan o'ch olaman. Mening uyimdagi mojanimni og'ash kelgan. Men qimor o'ynamoqchi. Burun ularga uqtirib qo'ygan 10 nashtal go'hrimni bugun qaytirib kelsam hisob emas. Mojani til qilib ustoz o'zgarib ketdi-ku. Xayun fan begimning ishlari qanday bo'lib ketgandi? Bo'ldi, ansirma. Bekzoda uyda o'ltirib xabar kutyotdi. Mushunda qilsa rost chatoq chiqmasmi? Bekzodadan ansirab qoldim. Men qaytib keldim. Qarshi olamiz. Ahvol qandayroq? Meni hozir qilmoqchi bo'lgan ishim Vimbo va boshqa kishilarga ta'sir yetkazishi mumkin. Wang birodar, ko'nglingizga olmassiz. Leonmo yolg'iz qilishni xohlaydigan odam emas. Kent boshlig'imi ayoliga qiydab qaqashqa Leonna bilan bo'lgan munosabatini uzmayotdi. Buning eng oson usuli bo'lsa, xonimni burunqi adovatlarni unutqizib, kent boshlig'i bilan yarishib qilishga yetaklash. Lekin bunda qilsak, Leonna yo'l qo'ymay qolsa, masala yanada saqlanib qoladi. Yana balkim xonimni qaslab kent boshlig'ining ayolni qo'yitishga plan tuzsak, bunda qilganda Vimboning vazifasi yaxshi oxirlashgan bo'ladi. Biroq bu adolatparvar mazhabchilarning qiladigan ishi emas. Agar yana bir tarafdan o'ylasak, kent boshlig'ini qoyil qilib ayoli bilan yarashtira olsak, ondan yana Leonnani Vimboga amroq qila olsak, kent boshlig'ining kayfiyatimi yaxshilandi. Shuning bilan birga Vimbonimi bu ziddiyat ichidan
tatib chiqarg'ili bo'ladi. Haqiqatan Shavxay bo'lishga loyiq jumosan. Mas'ul tafakkur qilishlaring shunchalik atrofliq. Agar siz bo'lsangiz qanday qilardingiz? Albatta, o ikki ayolni tepishtirib qo'yimizda. Bir do'stimiz ko'paysa, bir dushmanimiz azlaydi. Bunday bo'lsa yaxshi bo'lmamdi. Hey, Shavxay. Sana nima bo'ldi? Do'stingiz Xan Yunfan apandi bu yerda yo'q. Taoyuan kentiga o'xshash odamlar o'tirsidagi munosabatni mashq qilishni bundan burun boshqa mazhabdagilar ishlatib boqmagan. Mening Vanglo birodarning mushu mashq qildirish usuliga qanday qaraydiganligini bilganman. Azaldan bo'lib boqmaganmi? Boshqalar kishilar bilan aloqa o'rnatish ko'p bo'lib kelsa, avliyolik yo'lini tutishda avarchilik ko'p bo'ladi deydi ekan. Quruq gap. Avliyolik yo'lini tutishda kishilar bilan aloqa qilishdan saqlanmaydigan tursak. Vang birodar, sizmi mushuna qo'ylabsiz-da? Azaldan mutassib xislatlik Shamshar mazhabidagilar qanday bo'lib budoq bo'lib qoldi-kina? Hayron qoldim. Lekin bu o'tganning asosiy maqsadi odamning hissiyot darajasini sinasimi, biroq bu savolni chiqargan odam to'limi odamning o'chligini keltirdi ekan. Apsha. Menga gul reaksiya qiladi ekan desa. Nima degan g'alita? Oy. Ag'a, tushdigan seni bo'lsin. Uningga parvo qilma. Marjon o'ynash hamda muhim. Ayjon. Ag'a, tez kelib menga yordam qiling. Bugun bek ko'p ichibdi, men o'rnimdan tura olmayapman. Ağamның mendek bir narsaydı qizni yulab turg'izib qo'yishini o'tinaman. Oldimda to'la satlashma deyman. Hajab birkensiz ağa, nemishqa mendan qochib yuraysiz? Men bugun sizdan pul so'ramayman. Pul ariyat elishga to'g'ri kelsimi ustozimdan olaman. Ustozga sirtqa chiqqanda hamsa vaqt singlimizning paqas bo'lishini aytib qo'ygan. Tushundim. Ağa, o'ylab chiqqan alohida planimning qanday bo'lganligini o'z og'zingizdan anglab boqay degan edim. Alohida plan? Siz heliq kundagi bir kanitni qo'shib qo'ygan planni demsiz. Qarg'olachi ish qilganlikda bu. Ağa, sizdek mutassib qiyirlarning vaqti o'tdi. Nima dedingiz? Men sizga o'rgatib qo'yay, hozirgi avliyolik dunyosida eng muhim bo'lgan hissiyot darajasi jumu, har qaysi 5 cho'ng mazhabdagilar birlashishni yo'lga qo'ygandan keyin avliyolik yo'lini tanlaganlar nadimi tag'larga yo'shinib o'zidan o'zi huzurini puturg'ini bor. Mayli qaysi mazhabdagilar bo'lsin, hammasi sirt bilan aloqa qilib, o'zining mazhabining nomini qo'g'dayotdi. Lekin hissiyot darajasini o'lchaydigan o'lcham bo'lsa, qanchalik odamning yaxshi ko'rishiga erishish emas, balki o'ziga o'ch bo'lganlarga qanday qilib tanqilishda. Shunga hissiyot darajasi xislatlik Shamshar teg'ining kelgisini belgilaydi. Siz xislatlik Shamshar mazhabining bir alayda a'zosi tursangiz, yana nima hissiyot darajasiga son? Siz mendan bezormi? Yoqtirmayman. Ajab ko'nglimga keldi. Ag'a, marjon o'yini qilib boramsiz. Menmi birga boraychu? Ha? Men qarshi. Siz davomli meni yengib olasiz. Siz xotin, meni chatga qaqin yetmagandek tutuq davramni bo'za qildi. Bugun seni qiyinchilik qilmaydigan bo'lsam, kimni qo'rqitgan qani? Men ayni vaqtda chiroyli qiz edim. Siz Liuachi bo'lamsiz. Mening sizga 100 dirani turib deydigan gapim bor edi. Yuzimni qilib, xaliroq bir joyga berib paranglasak bo'pti-ku. Men izchil yosh vaqtingizda bu kentning guli ekanligingizni anglagan edim. Bugun oxiri yuz ko'rishga muyassar bo'ldim. Siz qanday yuz chaploq ishiltib, mushundaq chiroyli bo'lgan deb beramsiz? Boshqa usulmi yo'q, men shu tabiiy go'zal. Asli mundaq ekanda. G'aliti ish nemishqa menda ozroq tushkilish kayfiyat bo'ladigan-du. Yanilish Shavxay yomanda. 2 kun bo'la bo'lmayla kanat boshlig'i o'zining shafqatisida ko'rdigan bo'lib ketibdi taxi. Siz haqiqatan meni qutqizuvchimkansiz. Ashirvatdingiz. Ular bilan paranglashib bo'lgandan keyin, ana o'zining yosh vaqti qaytib qolgandek bo'lib qolganligini, kent boshlig'ini tashlab boshqalar bilan ko'rishga chiqadiganligini, bunbo'g'imi bakla amroq bo'lib ketadiganini, kent boshlig'ining ayol bilan buruq ziddiyatlarni yeshib qaytadan yarishib qoldiganligini faqatmi o'ylab boqmabdi ekanman. Bu ishmi oxirlashdi, mening vazifamni tugadi deyman. Unada boshqa. Asli mundaq kanda Taoyuan kentidan ketib bo'ldi yaqincan. Kent boshlig'i men bilan paranglashdi. Lekin men ishdan burun sizga deydigan yana bir ish bor. Ya'ni sizning molingiz to'g'risida. Garchi uning ismida Jonxita bo'g'ini bilan u tug'ilishida ta'tir ustixon tug'ilgan ekan. Shunga bundan keyin u sizga agashmasligi mumkin. Shundaqmi? Bunaqa qarang. Mening ham yanimga o'xshaydi ekan-ku. Buni bugun Vombo menga bergan. Ko'rikdan o'tayotganda Vangjong tushirib qo'ydi bo'g'ay. Qandaqli qarasam, malaydek ko'rinmaydi. Balki men ko'p o'ylab olgandaman. Qandaqli bo'lsin, men atibiyatdan ketaman. Bu kunlarda menga g'amxo'rlik qilganingizga ko'p rahmat. Ikkinchi kuni atdiganda kent boshlig'i Xayun fanni boshlab kentdan chiqib ketibdi. Mashq qilishlar ichida birinchi bo'lib vazifani bitiribdi, ham mashq qilishlar orasida g'ulg'uli paydo qilibdi. Xayun fan? Bu yip kuchini tutib olib, ko'pchilikmi? Menga o'xshaydi. Bu nas bosqur joydan ketalaymiz. Lekin Xayun fan bitirgan vazifani boshqalar uncha oson bitirolmaydi.
Buning ichida Winbo bilan Liuanning munosabati intayin yaxshi bo'lib ketdi. Wang Luning ko'rsatmasi bo'yicha Wang Zhongning vazifasi mo intayin o'ngishli bo'lmoqda. Pərdə arqasındakı mühim şəxs Wang Lu bolsa, oxirigacha hech qanday tədbir qo'llanmay kutib o'tiradi. Beyzoda. Siz buyurgan vazifelerning hammasini qilib bo'ldim. Meningcha vazifammi oxirlashib qoldi-ku deyman. Andinchi. Beyzoda. Men oxirlashgan bo'lsa, narsa keraklaringni yig'ishtirib, ko'zimdan yo'qol. Bu yerda timsixlab yurma. Men qandoqmi Beyzodani tashlab o'zim yolg'iz ketay. Men sizning moliyangiz tursam. Bu sening chin ko'nglingga gapmi? Albatta shundoq. Avliyolik yo'lini tutish sening taqdiringga bitilgan ish. Men senga bermagan. Sen burunmi boshqalar bilan oltin ko'rikdan o'tishning nimani isbotlaydiganligi to'g'riliq paranglashgan-ku deyman. Buni bilmay qolmaysan, Aqchan. Beyzoda, rahmat sizga. Kechiring. Shoxay, sizning deganingizdek Wang Zhongda rostla masala bor ekan. Menga 7 yil agishibmi, kimning haqiqiy boshrol ekanligini bilmay yuribsan-da. Oxiri qizi bilan boshqa odam qochib ketgandan keyingi dadasining hissiyotini tushundim. Afsus, endi mening planimni hargiz ko'rib yetamaysan.那些年的轻狂。